Assalomu alaykum hurmatli ko'rmanlar. Uyg'ur axborot markazining bugungi xabarlar programmasiga xush kelibsiz. Men Muhammad Azat. Bugun 2023 yil 7 oyning 7 kuni juma. Tövəndəki xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Xitay Weibo to'rining 7 ayın 6 kundagi xabarda deyilishicha, Xitoy Jamoat xavfsizligi ministrligi va Xitoy bexatarlik idorasi tomonidan bir tutash o'rinlashtirishiga asosan Sharq Turkistonning Xotan rayonidagi jamoat xavfsizlik organlari 25 iyundan 30 sentabrgacha yozliq ommaviy bexatarlik faoliyatini qanot yaydirganligi to'g'risida uqtirish chiqargan. Yaqin kunlarda Xitoy bexatarlik idorasi, Xotan rayoni jamoat xavfsizligi ministrligi va Abdum rayonlik jamoat xavfsizlik tarmoqining yo'l yo'riqi bilan 6 ayning 25 kundan 9 ayning 30 kunigacha Xotanning barliq rayonlarida atalmış 100 kunlik jamoat bexatarligiga qarshi zarba berish harakati bordog'anligini bildirgan. Xitoy yillardan beri atalmış terrorga zarba berish va asabiylikni yo'qotish bahonasi bilan har yili mushunga o'xshash tahdid selish va tutish harakatini davom qilayotgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkiston xalq ustidan berayotgan bu jinoiy harakati yana burunqiga o'xshashla 5-yil Urumchi qirg'inchilik kunining oldi-keyinda boshlangan. Xitoy jamoat xavfsizlik idorasining bildirishicha, bu bostirish harakati Xotan rayonining yerlik siyosatiga mos qadamda berilgan bo'lib, butun rayon o'rtaq vaqt harakatga o'tib, jinoyatni bir holatda to'sib, vaqtida urush qilish va oldini olish, tadbirlarni yerlikning sharoitiga moslashtirish va osmonda to'g'ri yerda qopqon qurish siyosatini amaliyalashtirib, qonunsiz jinoyatlarga qattiq zarba berish, to'mirmush bobosi bilan jamoat qalaymiqonchiligini tuzish, har xil yoshirin bexatarlik xavfini bo'shik holatida bitchit qilish va umumiy ijtimoiy vaziyatning muqimligini haqiqiy saqlash qatorliq atalmish shuarlar bilan Sharq Turkiston xalqining yuragini ezib, xalqini texmo qattiq bostirib va Uyg'ur millatini bir butun qirg'in qilishni tezlatib, o'zining razil maqsadini amalga oshirish uchun yo'l qo'ygan Sharq Turkiston xalqi ustidan berilgan bu jinoiy harakatini keng ko'lamli boshlaganligini jar solgan. Xabarlarimizni ko'ngilingizga rahmat. Ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.